Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Mana Andijonda Axtachisiga katta stakandagi ko'chatlarimiz ketyapti. Narxi 2000 so'mdan 350 dona tayyorlab berdik. Ko'chatlarimiz suv bilan tugadi. Bu mashitda bir ortiqchasi bir 50 ta 40 tacha qoldi. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana qalampa ko'chatlarimiz ham xudo xolasa 15-20 fevrallarga tayyor bo'ladi. Katta stakan, kichkina stakan, kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz xudo xolasa. Hozircha Andijon, Toshkent, Namangan, Farg'ona atrofiga qilyapmiz. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dehqon akalar, mana Andijonda Axtachiga ko'chat chiqaryapmiz. Katta stakandagi. Erta bahorga, fevralda 15-20-larda kichkina stakanimiz tayyor bo'ladi. Martda boshlariga, fevralda oxirlariga katta stakan ekmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Ungacha tayyor bo'lib ko'chatlarimiz. Hozircha tugadi ko'chatimiz. Oxirini Andijonga chiqardik.